Hammamizga ma'lum bo'lganidek, bu yil 2 may kuni dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarning Ro'za Hayit bayrami yetib keldi. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharqi Turkiston xalqi musulmonlarning eng muhim kunlari bo'lgan Ramazon oyini oxirlashtirib, muhojirat hayotidagi yana bir qadamliq Ro'za Hayitini kutib oldi. Uyg'urlarga nisbatan ko'p o'ltiraqlashgan Turkiya, Avstraliya, Gollandiya va Norvegiya qatorliq davlatlardagi Sharqi Turkistonliklar shu joylardagi Uyg'ur masjidlari va madaniyat markazlariga jam bo'lib birlikda Hayit namozi o'qidi va birlikda Hayitlik faoliyatlar o'tkazdi. Xitoyning Liaoning nomli aviamatkasi 5 qo'g'ilg'uchi paraxod, 1 qo'g'dug'uchi paraxod va ta'minlash paraxodi bilan birga Sharqiy dengizdan o'tib Tinch okean qarab yo'lga chiqdi. Amerika armiyasining Abraham Lincoln nomli aviamatka atirdi Filippin dengizida vazifa o'tayotgan bir paytda Xitoyning Liaoning aviamatkasini Tinch okeanga chiqarishi diqqat tortdi. Rossiya Yaponiya bosh ministri Kishida Fumioni o'z ichiga olgan 63 yuqori darajalik Yaponiya amaldorlarini jazolashni qaror qildi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi bayonotida mundaq dedi: Yaponiya hukumatı misli ko'rilmagan darajada Rossiyaga qarshi turish harakatini qo'zg'adi va bu Rossiyaga qarshi tuhmat va bevosita tahdid qatorliq qabul qilg'ili bo'lmaydigan so'zlarni yo'l qo'ydi. Egallanishicha, jazo doirasida 63 Yaponiya fuqarosining Rossiyaga kirishi cheklandi. Xitoyning Hangzhoudagi bir texnika shirkatining Ma familiyalik direktorining davlat bexatarligiga ziyon yetkazgan faoliyatlarga qatnashganligi sababidan qo'lga ilinganligi haqidagi xabar pay bozorga mablag' solg'uvchilarni gangirtib qo'ygan. Xabarda faqat Ma familiyasi tilga ilinganligi uchun mazkur kishining Xitoydagi eng chong internet tori va texnika shirkati Alibabaning qurg'uvchisi Ma Yun deb xato paraz qilinishi natijasida shirkatning Hong Kong aksiya bozorida savdo qilinayotgan paylari kunduzda 9.4% tuvanlagan. Qozog'iston Rossiya ishg'ol qilgan Ukrainaga askar avatish chaqirig'ini yana rad qildi. Qozog'iston doiralari kollektiv bexatarlik shartnomasi tashkiloti davlatlarining talabi bo'lgan taqdirdami Qozog'iston armiyasining Ukrainadagi tinchlik saqlash harbiy harakatiga qatnashmaydiganligini rasmiy e'lon qildi. Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio Bangkokda Tailand bosh ministri Prayut Chan-o-cha bilan ko'rishib, ikki taraflik va rayon xarakterlik masalalarni muzokara qildi. Yig'in jarayonida ikki bosh ministr Yaponiya bilan Tailandning o'zaro mudofaa aslihalari va texnikasining yetkilishiga kafolatlik qiladigan kelishim imzolanganligini e'lon qildi. Ikki rahbar ko'rishda Xitoyning ikki taraflik faoliyatlariga qarshi erkin va ochiq Hind-Tinch okean tasavvuri bilan atrofli hamkorliklarni kuchaytirishga qo'shildi. Dünya musulmonlari 2 may Ro'za Hayitini kutib olgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy doiralari Hayitni qasddan bir kun kechiktirdi. Shuning bilan birga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hay'atining ziyorati arifasida Uyg'urlarni xo'shal-xo'ram ko'rsatishga urindi. Ma'lum bo'lishicha, Sharqiy Turkistonda Ro'za Hayit bekitilgan 3 may kuni Xitoy hukumatı Uyg'urlarni safarbar qilib, ularni masjidlarga berishga, dog'dug'liq hayit o'tkazishga o'rinlashtirgan. Shu kuni Qashqar Hayitiga jamoasining oldida tantana qilayotgan necha minglagan Uyg'ur yoshlarining videosi Facebook, Twitterlarda keng tarqalgan. Tahlilchilarning qarashicha, bu videoga Xinjiangdagi har millat xalqi Ro'za Hayitni tabriklamoqda degan xatni qistirilishi va xalqaro taratqularda keng tarqalishi Xitoyning buni tashviqot uchun maqsadli qilayotganligini aniq ko'rsatib beradigan.